Diqqat, Abduqodir Husanov haqida shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City klubi himoyachisi Abduqodir Husanov aprel oyida yurtimizga tashrif buyurdi. U jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi uchrashuvlarda ishtirok etish maqsadida O'zbekistonga kelgani ma'lum bo'lgan. Tashrif davomida futbolchi ota-onasi uchun qimmatbaho ko'chmas mulk xarid qilgani ma'lum bo'ldi. Xususan, u Imorat Development tomonidan amalga oshirilayotgan Imorat Hills loyihasidan 330 ming AQSh dollari qiymatidagi zamonaviy villani tanlagan. Kompaniya asoschisi Marat Xayrullayevich bu haqida ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum qilgan. Aytilishicha, Husanov shaxsan sotuv ofisiga tashrif buyurib, loyiha bilan yaqindan tanishgan va tanlovni aynan ushbu majmua foydasiga qilgan. Abduqodir Husanov so'nggi yillarda O'zbekiston futbolining eng yorqin namoyandalaridan biriga aylandi. U Yevropadagi faoliyati davomida katta o'sishni namoyon etib, hozirda Angliyaning yetakchi klublaridan biri safida to'p surmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yil AQShda o'tkaziladigan Jahon chempionatida milliy jamoa tarkibida ishtirok etish kutilmoqda. Shuningdek, futbolchi yaqinda Manchester City'da fevral-mart oylarining eng yaxshi o'yinchisi sifatida e'tirof etilgan. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.